Assalomu alaykum hammaga. Rayonni ko'rsataman sizlarga. Ustalar necha marta aytaman. Eshikni standart eshikni razmerini bilib olinglar, o'shanga yarasha qilinglar. Razmerni to'g'rilab ketinglar. Iltimos sizlardan. Mana угольni qo'ygan, застройщикlar qo'ygan угольni. Bu penoblok devor. Reka qo'yganmiz ichida, ko'ryapsizlar. Penani qaranglar qancha? 5 sm. Tepasini qaranglar endi bo'pti. Tepasi вообще bilaman, pastini ko'tardim. O'zi mana korobka mana. Eshikni korobkasi, kesaksi. Shundan o'zi mana davor mana shu yerdan boshlanish kerak, chiqish kerak, men aytdimda, chiqish kerak, men aytdimda, chiqish kerak. Men bunga uladim hozir. Daborning balandligi mana uzunligi, mana daborning uzunligi 2.7 bo'ladi rossiyskiy eshikda. Aslan bo'ldi, mana shu joyga угольni bo'lsa, ustalar shunday gipsakardon yopishtirib ketish qiyinmi mana shu gipsakardonni tepasiga? 208 ga joy qoldirib ketish qiyinmi? Men tushunmayman shu ustalarga. Erinadimi bilmayman. Yo xohlamaydimi? Ozgina insof bilan remont qilish kerak-ku. Men remontlar qilgan, chiroyli qilgan remontlar. Birinchi usta kirganda eshiklarda, mana atkoslarda mana akfalar qo'yib qo'ygan, atkoslar chekkasini olgan atkosni. Eshikni ham atkosini to'g'rilab ketish kerak-ku. Hozir uyda egasi qo'shimcha material olyapti. Men qo'shimcha mehnatimga olyapman. Aka, mana joyiz baland ekan, men tushirman, shunga haq to'lang, keyin o'zingiz qiynalmaysiz deb aytish kerak-da, tushuntirib aytish kerak uyda egasiga. Постоянно новостройкаga kelaman, mana shunaqa holat. Eshikni o'lchagani kelgan ballar ham bu tushadi dedi. Lekin tushadi, mana unaqa ahvol bo'lib tushadi. Mana shuni 208 ga tushirib ketsa bo'ladi-yu, mana shuni to'ldirib, gipsakardon yopishtiradi bo'ldi. Betini rodman bilan to'ldirib, shpaklovka qilib, aboyni shunday uni tushirib qo'yadi. Qiyin emas-ku bu narsani qilish. Bitta shu eshik emas, bu kirasa, prayon hamma eshik shunaqa. Hamma eshik mana rekalar qo'yib ketganmiz. Hamma eshik shunaqa. Mana. Achchig'ing keladi prosta ko'r. Qilasan ishingni insof bilan qilgan. Biz faqat eshik o'rnatmaymiz, ustamiz, meni taniganlar biladi. Bu 99-yildan beri ustachilik qilaman. Mana shu shpaklovka, gipsakardon, kafel hammasini, kraska o'zimiz shpaklovka tayyorlab qilardik deydi. Hozir savremenniy mana ustasan, savremenniy remont qilyapsan mana. Hozirgi bo'lib turgan remontlar mana shu. Santexnika dushini, moykasini, qatiga qo'yishni, turbalarni u yaxshi biladi. Gipsakardon ham razmerni olib, qayerga parda bo'ladi, qayerga nima bo'ladi, hammasini hisobini qiladi. To'g'rimi? Malyarlar keladi. Malyar rodni shuvoq qiladi. Shpaklovka qiladi, malyar misol uchun, to'g'rimi? Endi menga o'xshagan odam bo'lsa deyapman. Faqat aboy yopishtiradigan odam bo'lsa, buni ish qilmaydi, qo'ldan kelmaydi. Polni olgandan keyin bu atkosni to'g'rilab ketish kerak-ku, tushirib, razmerni bilib olish kerak-ku. Bular endi zastroychilar primerni qilib urib ketgan, qilib ketgan. Buni to'g'rilasa bo'ladi, tushirib. Prosta yangi uyga borasan, postoyan shunaqa bo'ladi. Ko'p uchrayapti shunaqa holatga. Mana kafelchilikda qilgan ishim. Kafelni qo'ygan.
Yaxshi kafilchi razmerini biladi ishkilib rayonni. Mana undan 5 sm tushirib ketgan kafilni tepasini. Nalishni klilaning yoqini. Hozir bu tomon sanuzeli ichini ko'rsataman. Mana sanuzelichi. Mana eshigimiz qo'yganmiz. Endi hozir svet tushib qolyapti. Mana. Kafilni tushirib ketgan. Hozir 3 sm kley qilib yopishtirganman, zo'r chiqqan. Uni malyarda shunaqa ishini rasvo qilib qo'ygan. Hozir endi har bitta eshikni tepasini ko'tarib qo'yishimiz kerak. Mana ko'cha eshikni tepasini past qilib qo'ygan. A bu yerda eshitma yo'q, bu yerda buni nimaga past qilasan buni? Mana ramka bilan bir xil qilib aylantirmaysanmi? Mana qo'shnining uyini ko'rsataman. Bu yerda remont bo'lyapti, mana akalar. Ko'cha eshik mana tepasini ham, yonini ham bir xil qilib atkoz qilishgan. Bilmasang, biladigan odamdan so'ra aka. Qo'lingdan kelgansa, vobshe qilma bo'lmasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.